Doktorlar sizni kasal bo'lishingizni kutishadi. Yuristlar sizni qachon uyingizda problema bo'lishini kutishadi. Faqatgina esa to'yxonalar sizni baxtli kuningiz qachon bo'lishini kutishadi. Shu to'yxonalardan bittasi yangi ochilgan Samo to'yxonasi bo'ladi. Qani Samo to'yxonani obzor qilishga ketdik. Samo to'yxonasi 350 ta mehmonga mo'ljallangan. Siz bu joyda nahorgi osh, qiz bazmi, nikoh to'yi, sunnat to'yi, umuman hayotingizdagi eng baxtli kuningizni o'tkazishingiz mumkin. Alohida tabi noziklar uchun 40 kishilik banket zali ham mavjud. To'yxonaga xohlasangiz avtobusda, xohlasangiz yengil mashinada kelishingiz mumkin. Chunki har bitta transportingiz uchun alohida parkovka belgilab qo'yilgan. Idishiga nima deysizlar? Idishini nafisligini qaranglar. Eng oxirgi yangi idishlar. Bularning hammasi to'yxona narxining ichida. To'yxonamiz narxi esa 12 million. Kelishsalaring ham bo'ladi. Lokatsiyaga kelsak, azizlar, shundoq poyezd yo'ldan Nijniy Koltsoga ketayotganda chap tarafda Samo to'yxonasi joylashgan.